Bismillahirrohmanirrohim deb darsimizni davom ettiramiz. Hurmatli tadbirkor yoki bo'lajak tadbirkor, siz bu bilimlarni qadriga yetishingizni, bu bilimlarni qadrlashingizni sizdan so'rab qolaman. Sababi bu bilimlar sizni biznesingizda tartibli ishlashingizga, tizimli ishlashingizga, muammolarsiz ishlashingizga sabab bo'ladi. Agar siz hali biznes boshlamagan bo'lsangiz, kelajakda ko'proq yo'qotish qilmasdan, kamroq yo'qotishlar bilan, ya'ni qanchadir pullarni tejab qolish bilan biznes qilishingizga sabab bo'ladi. Men bunga %100 kafolat beraman. Chunki bizning hayotimizda bu holatlar bo'lib, tajribalar bo'lib o'tgan. Demak, kuch-quvvat bilan darsimizni davom ettiramiz. Mavzu nima edi? To'g'ri. Xodim ishdan ketib qolishiga 8 ta sabab. HR mavzusida ko'rib chiqyapmiz siz bilan. Xodimlarning ketib qolish sabablarini siz bilan birma-bir gaplashamiz. Shu paytgacha men kuzatgan 8 ta sabab. Balki 9-si, 10-si keyinchalik chiqib qolishi ham mumkin. Demak, mavzuga kirishamiz. O'zi umuman nima deb o'ylaysiz? Qanaqa sabablarga ko'ra xodimlar ketib qoladi? Nima deb o'ylaysiz? Demak, birinchi sabab bu shartnoma qilmaslik yoki noto'g'ri shartnoma qilish. Odatda tadbirkorlarga dars o'tayotganimda kim xodimlari bilan shartnoma qilgan bo'lsa qo'l ko'tarsin deyman. Bitta yoki ikkita odam 100 ta odamning ichida qo'l ko'taradi. Va boshqa tadbirkorlar shartnoma qilmasligini aytishadi. Va o'sha 2-3 ta qo'l ko'targan tadbirkorlar ham shartnomani shunchaki buxgalteriya uchun, qog'oz qoraytirish uchun qilgan bo'lishadi. O'zi umuman shartnoma nima? Nima uchun qilish kerak bu shartnomani? Darsimiz davomida buni batafsilroq gaplashamiz, lekin hozir sabab shartnoma qilmaslik, ya'ni xodimni ishdan ketib qolishiga sabab bo'ladi. Nima uchun bunaqa desa, siz bilan aytaylik bir korxonada xodim bo'lib ishlashga men shartnoma qilmoqchiman. Agar siz menga aniq muddatimni aytmasangiz, aniq bir shartnoma qilmaydigan bo'lsangiz, men xohlagan paytda ketishga haqqim bor. Chunki men siz bilan va'dalashmaganman. Yoki va'dalashgan bo'lsam ham og'zaki bo'lgan esimdan chiqib qoladi. Insonmiz, hammamizni esimizdan chiqib qoladi, unutib qo'yamiz. Demak, bu narsalarga jiddiy qarayotganligingizni bildiradi. Agar siz menga qo'limga shartnoma berib, 2 yil yoki 3 yil ishlashga men bilan rozimisiz deydigan bo'lsangiz, o'ylab jiddiy qaror qabul qilaman. Ya'ni demak, bu korxona bola bog'chasi emas, e'tibor berish kerak ekan, demak, shartnomaga vafo qilish kerak ekan deb e'tibor qarataman. Shuning uchun shartnoma qilish kerak bo'ladi. Umuman olganda, hozir xodimni ketib qolish sabablarini ko'rib chiqyapmiz. Siz o'zingiz uchun qoida qilib yozib qo'ying. Bugundan boshlab xodimlar bilan shartnoma qilib ishlayman. Shartnoma qilish bu uyatli narsa emas. Shartnoma qilish bu qo'rqinchli narsa emas. Xodimlar bilan shartnoma qilmasdan ishlaydigan bo'lsangiz, keltiradigan zararlari undan qo'rqinchliroq bo'ladi. Demak, qoidani yozib qo'ying. Bugundan boshlab xodimlar bilan faqatgina shartnoma qilibgina ish yuritaman. Ikkinchi sababga o'tamiz. Ikkinchi sabab adolatsizlik. Korxonada har qancha tizim o'rnatsangiz, har qancha bir to'g'ri ishlashga harakat qilsangiz, lekin adolatsizlikka yo'l qo'ygan bo'lsangiz, yo o'zingiz adolatsizlik qilayotgan bo'lsangiz yoki xodimlaringiz bir-birlariga adolatsizlik qilishlariga, bo'lim boshliqlaringiz adolatsizlik qilishlariga yo'l qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, demak bu sizni nomingizdan ketadi. Shuning uchun korxonada adolatli tizimni yo'lga qo'yish kerak. Qanaqa holatlarda adolatsizlik bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? O'zingiz savol berganimda javob berishga harakat qiling. Shunda miya faoliyati birdaniga ishlashni boshlaydi. Demak, adolatsizliklar qanaqa holatlar? Haqorat, keraksiz so'zlar gapirish, ustidan kulish, odam ajratish yoki nimalar bo'lishi mumkin. Masalan, o'zingizni qilishingiz kerak bo'lgan, oilangizga tegishli bo'lgan, ishxonaga aloqasiz bo'lmagan ishlarni topshirishingiz. Kimlardir yer choptiradi, kimlardir boshqa qiladi xodimlariga. Xo'sh, bunaqa qilish mumkinmi, o'zi mumkin emasmi? Shaxsiy ishlaringizni buyurishingiz mumkinmi, mumkin emasmi? Mumkindir, agar sizda rahbar xodimlik huquqidan tashqari boshqa munosabatlaringiz ham bo'lsa, aytaylik, ustoz-shogirdlik munosabatlari, aka-ukalik munosabatlari, qo'ni-qo'shnichilik munosabatlari, aynan o'sha xodim bilan boshqa bir munosabatlaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Demak, bu yerda ustoz shogird sifatida bir alohida bir munosabat yurgizayotgan bo'lasiz, lekin xodim rahbar sifatida siz alohida qo'shimcha ishlar bersangiz, ham shar'iy jihatdan, ham qonuniy jihatdan haq to'lashingiz kerak bo'ladi. Agar shunaqa bo'lmasa, demak bu adolatsizlik bo'ladi. Aynan shunaqa adolatsizliklar ko'paygan sari xodim bemehr bo'lishni boshlaydi. Nimadir kutadi, siz bermaysiz. Mana shu adolatsizlik. Shu adolatsizliklar ko'paygandan keyin xodim bir kun kelib korxonadan ketishga qaror qabul qiladi.
O'ylab ko'ring, xodimga ham korxonadan ishdan ketish oson narsa emas. Ertaga boshqa korxonadan ish topish kerak va qanaqadir boshqa ishlarni yo'lga qo'yish kerak. Bu ham oson narsa emas. Faqat to'planib boradi, oxiri zerikadi. Aytaylik, adolatsizliklar yoki bir boshqa bir sabablar to'planib borib, oxiri ketishga qaror qabul qiladi. U ham oson narsa emas, lekin siz shu holatgacha olib borgansiz. Shunaqa bo'lmasligi uchun korxonada adolat tizimini joriy qiling. 3-sabab. Xodim ishdan ketib qolishiga 3-sabab haqida gaplashyapmiz. Jamoa xodimga yoqmagan. Ko'pchilik biladi, bizga o'sha HR bo'limida anketalar kelib tushadi. Xodimlar o'sha joyda yozishadiki, qancha yil ishlamoqchisiz biz bilan degan savolga, agar jamoa yaxshi bo'lsa, uzoq yillar ishlamoqchiman deyshadi. Xo'sh, jamoa yaxshiligi nima uchun xodimlarga ahamiyatli? Sababi aksariyat tartibli, aqlli va yaxshi xodimlar jamoa bilan ahil-inoq bo'lib uzoq yillar ishlashni xohlaydi. Sababi birinchi tomondan aytganda, korxona sizni xodimni ikkinchi uyi hisoblanadi. Ya'ni umrini salkam yarmini korxonada o'tkazadi. O'sha korxonada tartibsizliklar, g'ilg'ashliklar, har xil bir yomon odatlar shakllangan bo'lsa, xodim zerikadi. Uyga borib xotirjam bo'ladi, lekin korxonaga kelib muammolar, bir g'ilg'ashliklarni ko'rib, xodim korxonadan zerikishni boshlaydi. Shu sababdan ham xodim ishdan ketib qoladi. Xo'sh, korxonaga korporativ madaniyatni to'g'ri shakllantirib, jamoani to'g'ri qilishga rahbarni ta'siri bo'ladimi, bo'lmaydi? Albatta bo'ladi. Agar siz shunchaki qo'yib bergan bo'lsangiz, xohlagancha madaniyat shakllanib qoladi. Xohlagancha bir xulq-atvorlar shakllanib qoladi. Bularning ichida yomon xulq-atvorlar, yomon madaniyatlar shakllanib qoladi. Keyingi slaydimizda siz bilan bularni sanab o'tamiz birma-bir. Demak, rahbar bunga ta'sirini o'tkaza oladimi? Demak, siz ta'siringizni o'tkazing. Qanaqa yo'llar bilan ta'sir o'tkazsa bo'ladi? Siz bilan shu o'rganayotgan darslarimiz, xodimlarni boshqarish, HR tizimlashtirish mavzulari aynan shu korporativ madaniyatni yaxshilashga qaratilgan. Jamoaviy muhitni inoq bo'lishiga, ahil bo'lishiga qaratilgan darslar. Demak, e'tibor bilan agar siz darslarimizni amalda joriy qilsangiz, albatta buni iloji bor. Demak, aynan jamoa xodimga yoqmaganligi xodimni ishdan ketib qolishiga sabab bo'lar ekan. Shunaqa bo'lmasligi uchun albatta choralarni ko'ring va yechim bering. Va uzoq yillar xodimlaringiz bilan ishlang. Demak, jamoaviy muhitda qanaqa kasalliklar bor? Kasallik deb buni nomlaganmiz, sababi korxonani e'tiborsiz qoldirsangiz, o'zingizni tizimingizni, tartibingizni, boshqaruv usullaringizni o'rnatmasangiz, kasalliklar kelib chiqadi. Xuddi bir shunaqangi kasalliklar borki, hattoki u kasallikni davolab bo'lmaydigan darajada kuchli bo'ladi. Kesib olib tashlaydigan darajada kuchli bo'ladi. Ya'ni xuddi gangrena kabi bir kasalliklarga aylanib ketadi. Xo'sh, unaqa kasalliklarni nimaga o'xshatish mumkin? Ya'ni qanaqa qilib bilishingiz mumkin? Korxonada mansabparastlik. Masalan, hamma kattaroq bir mansabga intilsam deydi. Ya'ni kimnidir boshqarsam deydi. Aksincha, o'sha boshqarsam degan xodimni o'sha boshqarishga layoqati bormi, yo'qmi? Bu noaniq, lekin rahbar bo'lsam, bo'ysundirsam xodimlarni deydi. Aksincha, bu noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni bu bizga SSR davridan kirib kelgan bir rus tizimidan kirib kelgan narsa deb olsak bo'ladi. Ya'ni bu mansab deb o'ylaydi rahbarlikni. Shu sababdan rahbarlikka intilishadi. Ikkinchisi, tortishuvchanlik. Xodimlar doim bir-biri bilan tortishadi, rahbar bilan tortishadi. Bu ham bir muhit. Agar bu narsa odatga aylangan bo'lsa, demak, bu boshqalarga ham yuqib qoladi. O'zi korporativ madaniyat deganda nimaligini tushunishimiz kerak. Madaniyat bu odamlardan odamlarga yuqib qoladigan bir muhit hisoblanadi. Eshitganmiz, g'arb madaniyati, sharq madaniyati va bir nechta madaniyat degan tushunchalarni eshitganmiz. Masalan, g'arb madaniyati deganda odamlar o'sha kiyinishida farq qiladi, gapirishida farq qiladi, qadriyatlarda farq qiladi. Nimaga desa, o'sha odamlar bir aksariyati qaysidir bir kiyinish usullarida kiyinadi, demak boshqalar ham shunga qarab ergashib ketadi. Yoshi katta bo'layotganlar ham yoshligidan boshlab nimani ko'rgan bo'lsa, o'shani odatlantiradi. Aynan buni ilmini olmagan, gapini eshitmagan bo'lsa ham odamlarni ko'rib o'ziga o'zlashtirib oladigan bir odatlar madaniyat deyiladi. Xo'sh, korxonada ham shunaqa madaniyatlar shakllanib qoladi. Aytaylik,
sizda bir qanaqa madaniyat bo'lsa, kasallik shakllangan madaniyat bo'lsa, yangi kirgan xodim oldingi ishxonasida tartibli ishlagan bo'lsa ham, demak sizni korxonangizga kirib tartibsiz bo'lib ishlashni boshlaydi. Bir haftadan keyin u ham bir tartibsiz xodimga aylanadi. Agar sizni korxonangizda o'g'irlik muhiti hosil bo'lgan bo'lsa, boshqa joyda o'g'irlik qilmagan xodim agar o'g'irlikni yomonligini bilmasa, kelib u ham qo'shilib, ha, demak bu yerda hamma o'g'irlik qilar ekan deb o'g'irlik qilishni boshlaydi. Hozir o'ylaymanki gaplarimni tushunarli holatda tushunyapsiz. Chunki muhim gaplar bu yerda ketyapti. Agar siz korporativ madaniyatingizni to'g'ri shakllantirmasangiz, shunaqa muammolar kelib chiqadi. Agar siz korporativ madaniyatni to'g'ri shakllantirsangiz, tizim qurishingiz, korxonani rivojlantirishingiz juda ham osonlashadi. Asabiylashish, muammolar kamayadi. Eng muhimi korporativ madaniyat. O'zingiz uchun qoida qilib yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bugundan boshlab korxonada jamoaviy korporativ madaniyatni shakllantiraman, bunga ta'sirimni o'tkaza olaman deb yozib qo'ying. Demak, biz nima haqida gaplashyapmiz? Korxonadagi jamoaviy muhitni kasalliklari haqida gaplashyapmiz. Demak, ta'sirini o'tkaza oladimi rahbar bunga? Albatta ta'sirini o'tkaza oladi. O'zingiz uchun yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Korporativ madaniyatni chiroyli holatda shakllantiraman va bunga ta'sirimni o'tkaza olaman. Beparvolik. Bu ham korxonadagi jamoaviy muhit hisoblanadi. Ba'zida mijozlarga nisbatan beparvo bo'ladi. Aytaylik, men sotuvchiman, boshqa sotuvchini mijozi kelsa, men unga parvo ham qilmayman. Yoki men sotuvchi emasman, boshqa roldaman, lekin mijozlar kirib keldi, e'tibor ham qaratmayman. Bu sotuvchilarning ishi deyman. Vaholanki sotuvchilar boshqa ishlar bilan shug'ullanib turgan bo'lishi mumkin. Ya'ni shunaqa holatlarni beparvolik madaniyati deyiladi. Ba'zi korxonalarda shu narsa shakllangan. Va undan tashqari jamoada beparvolik. Ya'ni men xodimman, boshqa xodimni o'g'irlik qilayotganligini, zarar keltirayotganligini bilib turibman, lekin beparvo bo'laman. Bunga e'tibor qaratmayman. Buni odatda xodimlarga shunaqa tushuntirish kerakki, hammamiz bir kemada ketayotgan bir jamoamiz, insonlarmiz. Agar siz xodimlardan birortasi o'sha kemani teshib o'tirganini ko'rsangiz, beparvo qaraysizmi? Agar siz bilasizki, o'sha kema teshilsa, hammamiz birgalikda g'arq bo'lamiz, birgalikda cho'kib ketamiz. Xuddi shu nuqtai nazardan qarashlik kerak. Bu sotqinlik yoki boshqa narsaga kirmaydi. Umuman korporativga, ya'ni jamoaga qarshi chiqayotgan odamga hamma birdaniga qarshi chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni bu narsani xodimlarga ilmini o'rgatish kerak bo'ladi. Bu ham shar'an, ham qonunan noqonuniy narsa emas. Ya'ni xodimlarni shunaqangi shakllantirish kerakki, o'zlari aniqlashsin muammo chiqayotgan joyda. Kimdir o'g'irlik qilyaptimi, o'zlari hal qilishsin. Ya'ni agar kuchi yetmasa rahbarga yetkazishsin. Buni jamoaviy inoqlik, jamoaviy birdamlik deyiladi. Xo'sh, yangiliklar va nizomlarga e'tiroz qilish. Ko'p korxonalarda kuzatiladigan bir holat. Aytaylik, yangi platforma IT programmalar ishlatmoqchisiz yoki bo'lmasa yangi tartib, nizomlar ishlatmoqchisiz. Yangiliklar kiritmoqchisiz, xodimlar qarshi chiqadi. Bu holatlar ikkiga bo'linadi. Ya'ni nima uchun qarshi chiqadi desa, ba'zilar qaysidir o'g'irliklari, sirlari ochilib qolishligidan qo'rqadi. Ba'zilar tushunmaydi buni yaxshiligi, manfaatliligini. Agar rahbar bu holatda tushuntirib bera olsa, bu holat ijobiy yakunlanishi mumkin bo'ladi. Demak, jamoaviy muhit kasalliklaridan 4tasini sanadik. 5-inchisi inspektorga e'tiroz qilish. Ko'pchilik korxonada hali inspektor shakllanmagan, ya'ni nazorat uchun alohida bir xodim hali aksariyat korxonalarda shakllanmagan. Lekin biz va bizni shogirdlarimiz, biz o'rgatayotgan korxonalarning aksariyatida alohida inspektor tayinlanadi. O'sha inspektor xodimlarni ichki qonunlar bo'yicha nazorat qiladi. Va o'sha nazorat qilayotganda jarima yozadigan bo'lsa yoki uni nazorat qilishligiga xodimlar qarshi chiqadi. Nima uchun qarshi chiqadi desa, nimagadir yoqmaydi. Bu ham bir korporativ madaniyat hisoblanadi. Shunaqa bo'lmasligi uchun o'zini tartibi, intizomlari bor. Bu haqida batafsilroq boshqa darslarimizda gaplashamiz inshaalloh. O'zaro dushmanlik yoki banda bo'lib olish. Ya'ni korxonada xodimlar bir-birlari bilan dushman bo'lishadi yoki 5ta 10ta bo'lib bo'linib olishadi-da, bandit deb tasavvur qiladigan bo'lsak bo'ladi ularni, ya'ni banda, komanda bo'lib alohida bo'lib olishadi. Va ularni ko'rsangiz havas qilasiz. Ularni birdamligi, bir-birini himoya qilishlarini ko'rsangiz havas qilasiz, lekin u korxonaning foydasiga emas, zarariga xizmat qiladi. Chunki ularning ichidan bittasi noto'g'ri ish qilsa, uni ishdan haydayman desangiz, hammasi birdaniga ketaman deydi. Yoki shunga o'xshagan holatlar bo'ladi.
yoki ular birdaniga birlashib kelishib oladida o'g'irliklar hosil qilishadi. Kimdir buxgalter hujjatlarni to'g'rilab beradi, kimdir direktor imzo qo'yib beradi, kimdir yana qaysidir ishlarni qilib beradida, shu orqali o'g'irliklar qilib korxonani botirishga sababchi bo'lishadi. Bu ham korporativ madaniyatni kasalliklari hisoblanadi. Xo'sh, sansalorlik va mas'uliyatsizlik. Sansalorlik bu, bilasizki, buni men qilmayman, bunga borishingiz kerak, bunga borishingiz kerak. Hamma rahbar ish buyursa ham menga buyurmang, boshqasiga buyuring. Umuman olganda bu narsa sansalorlik deyiladi. O'g'irlik. Korxonadagi o'g'irlik muhiti ham jamoaviy muhitni kasalligi hisoblanadi. Kimdir o'g'irlik qilyaptimi, demak bu normal holat deb boshqalar ham o'g'irlik qilishga o'tadi, agar buni gunohligini, yomonligini bilmasa. Demak, siz bilan jamoaviy muhit kasalliklarini qisqacha gaplashib o'tdik. O'zi aslida mavzu nima haqida ketyapti desa, xodimni ishdan ketib qolishiga 8 ta sabab haqida siz bilan gaplashyapmiz. 3-chisini ko'rib chiqdik. Endi navbat 4-chisiga. 4-chisi nima u? Xodim e'tirof qilinmagan. Xodim e'tirof qilinmagan nima degani bu? Xodim doim e'tirof qilinishni xohlaydi. Amerikada bo'lgan bir statistikani, so'rovnomani aytib beraman. 80 mingga yaqin ishdan ketib qolgan xodimlar bilan so'rovnoma o'tkazilgan va ularni ishdan ketib qolish sabablari o'rganilgan. Shunda aksariyat xodimlarni, ya'ni 80% deyiladi, o'sha so'rovnomada ishtirok etganlarning 80% bizni e'tirof qilishmagan deb aytishadi. Ya'ni nimadir to'g'ri qilganmiz, uni to'g'ri deb aytishmagan. Va davomida aytishadiki, hech bo'lmasa noto'g'ri deb aytsa bo'lardi deyishadi. Bu beparvolik, e'tirof qilmaslik hisoblanadi. E'tirofni tizimli ravishda qilish kerak bo'ladi. Buni bonus standartlarida shu darsimizni oxirrog'ida siz bilan gaplashamiz. Qanaqa qilib oy davomida xodimni e'tirof qilib turish mumkin? Yillik e'tiroflar, o'z joyida qilinadigan e'tiroflar, ularni birma-bir ko'rib chiqamiz siz bilan. O'zi umuman olganda bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, qachonki xodim e'tirof qilinsa, motivatsiyasi ko'tariladi. Ya'ni meni e'tirof qilishdi deydi. Aytaylik 10 ta to'g'ri ish qilsa, shuni bittasini agar siz e'tirof qiladigan bo'lsangiz, qolgan 9 tasiga xafa bo'lmaydi. Ya'ni hech bo'lmasa bittasi yoki 2 tasi, 5 tasiga e'tirof qiling. Bir nechta to'g'ri ishlar qiladi, e'tirof kutadi. O'shani bittasini bo'lsa ham agar qadrlasangiz, korxonaga mehr qo'yishni boshlaydi. Hattoki bu million pul berishingiz shart emas. Hattoki e'tirof qilmasangiz, million pul bersangiz ham ishdan ketishga qaror qabul qilib turib oladi. Aytaylik, oyligini 2 baravar qilib beraman deysizmi yoki boshqa bir qo'shimcha rag'batlantirishlar beraman deysizmi? Agar korxonadan e'tirof qilinmagan, ya'ni e'tirof olmagan bo'lsa, xodim ishdan ketib qolishiga juda ham katta sabab bo'lib qoladi. Agar siz xodimni e'tirof qilib turadigan bo'lsangiz, bunga juda ham ko'p pul ketmaydi. Ozgina mehr, ozgina bir e'tibor talab qilinadi. Agar bu narsani to'g'ri joriy qilgan bo'lsangiz, boshqa joylardan xodimga 2 baravar yoki bir necha baravar taklif berishsa ham xodim ishdan ketmaydi. Xodim doim e'tirof qilingan korxonada ishlashni xohlaydi. Nima deb o'ylaysiz? Shu fikrlarimga qo'shilasizmi? Agar ha, qo'shilaman shu fikrlaringizga desangiz, darsimizni yana ham davom ettirib oxiriga yetib korxonangizda joriy qiling yoki bilim sifatida o'zingizga shakllantiring. 5-sabab. Demak, xodim ishdan ketib qolishiga 8 ta sababni 5-si. Oylik kam berilgan. Yuqorida sanab o'tilganlarni hammasini qildik. Aytaylik, barcha sabablarni qildik-da, lekin maoshni kam beryapmiz. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun bu holatda ketib qolishi mumkin? Chunki insonning ehtiyojlari bor. Inson ehtiyojlariga yetarli pul topa olmayotgan bo'lsa, ketib qoladi. Bu yerda qanaqa ehtiyoj bo'lsa hammasini qondirib berish haqida ketmayapti, lekin o'sha xodimni bozordan ko'ra kam pul beryapsiz. Ya'ni xodimlarning maosh bozori bo'ladi. Qaysidir lavozimga qancha berilyapti? Aytaylik, sotuvchiga 3 million berilyapti deylik, HRga 5 million, boshqaruvchiga 10 million. Demak, o'shandan ko'ra siz kamroq beradigan bo'lsangiz, bu xodim sizga har qancha motivatsiya berasiz, har qancha e'tiroflar qilasiz, baribir ehtiyojlari qonmayotganligini evaziga boshqa joydan ishlar qidirishni boshlaydi. Boshqa joydan bir mehr qidirishni boshlaydi. Ya'ni pul qidirishni boshlaydi. Shunaqa bo'lmasligi uchun, hurmatli tadbirkor, xodimlaringizga iloji boricha to'liq maosh bering, boshqalardan ko'ra yaxshiroq maosh berishga harakat qiling. Bu ham sizga savob bo'ladi, ham xodimlaringiz ketib qolmasligiga bir sababini ushlagan bo'lasiz.
Oltinchi sabab, ota-onasi norozi bo'ladi. Ko'pincha auditoriyada o'tirganlarga men savol beraman. Nima sababdan ota-onasi norozi bo'ladi? Ba'zilar aytishadi, ota-onasi boshqa joyda ishlatishni orzu qilgan. Aytaylik, o'qitgan, narxozda, Westminsterda yoki va hokazo bir joylarda o'qitgan va alohida bir mutaxassislik bo'yicha o'qitgan, o'sha sohasida ishlashni xohlaydi. Orzu-havas bilan o'qitganman deydi. Yoki aytaylik, korxonadan kech qaytyapsan deydi. Yoki boshqa bir sabablarni aytadi. Shunga o'xshagan holatlarda ota-ona ishlatmaslikni xohlaydi. Buni yechimlari qanaqa? Buni albatta yechimi bor. Masalan, xodim sinov muddatidalik paytda ota-ona bilan suhbat o'tkazish tashkil qilinishi kerak. O'sha suhbat jarayonida gaplashish kerakki, hurmatli ota-ona, bizni sharoitimizni qarang, e'tibor bering. Xo'p, ya'ni bu yerda muammolar bor yo'qligini ko'rib oling. Ya'ni bir qanaqadir xodimga sizni farzandingizga nisbatan adolatsizlik qilinmasligi, ichki tartiblarimiz bilan tanishing. Ertaga shu jarima qilindi yoki boshqa bo'ldi degan muammolar bo'lmaydimi? Va tanishib chiqing deyiladi. Undan tashqari o'sha tilxatda qo'l qo'yish kerak bo'lgan joyi bor. Mabodo xodim, ya'ni sizni farzandingiz ba'zi sabablarga ko'ra kechikka qolib ishga boradigan bo'lsa, ya'ni uyga boradigan bo'lsa, sizda e'tirozlar bo'lmaydimi deb o'sha boshida kelishuv qilib olinadi. Odatda boshida kelishuv qilingandan keyin bu narsa keyinchalik muammoga aylanmaydi. Demak, ota-onasi norozi bo'lishiga nima sabablar bo'lsa, o'sha sabablarni ota-onasi bilan gaplashib kelishib olish kerak bo'ladi. Shu sababdan shartnoma muddatida ishlashiga farzandingizga kafolat berasizmi degan savolni qo'ysa bo'ladi. Biz odatda biz ota-ona bilan suhbatda aytamiz, ba'zi ota-onalar farzandiga kafolat berishmaydi. Chunki oilada qanaqa bir yetishib chiqqanini biladi o'sha farzandni, muammoni zimmasiga olishni xohlamaydi. O'ylaymanki, sizda unaqa emas deb ota-ona bilan gaplashib olamiz. Shunaqa holatlarda effekt beradiki, shartnoma muddatida ishlashiga ota-ona sifatida aytaylik kafolat beradi. Aytaylik, endi boshqa muammolar chiqmasa, bir nechta boshqa sabablarni oldini olgan bo'lsangiz, shunda ham muammo chiqishi mumkinmi desa, ota-onasi bilan agar gaplashgan bo'lsangiz, muammolar chiqishi kamayadi. Undan tashqari tavsiya qilamiz, har oyda oilasiga sovg'alar, qanaqadir go'sht, guruch, yeydigan bir narsalarni har bir xodimlariga berishni tavsiya qilamiz. Shunda ota-onada bir korxonangizga nisbatan mehr uyg'onadi. Agar xodimni motivatsiyasi tushib ketsa, ishga kechroq borayotgan bo'lsa, ertalab turadida ishingga tezroq borgin deb ota-ona ham undab turadi. Bu narsalarni qo'llashni tavsiya qilamiz. 100 ming, 150 ming so'm bitta xodim uchun ketadi. Biz katta korxonalarda bu narsani ko'rganmiz, kuzatganmiz. Paketlarga solib guruch, kartoshka, go'sht kabi mahsulotlarni har oyda berib yetkazib turishadi. Shu sababdan ota-ona tomonidan xodimga motivatsiya berib turiladi. Demak, 6-sababni o'rgandik. Ota-ona tufayli xodim ishdan ketib qolishi mumkin ekan. Demak, o'sha sabablarni ko'rib chiqib, muammo bo'lmasligini o'rganib chiqdik. 7-si, korxonani kelajagi yo'q. Xodim, har bir xodim borki, nafaqat bu yerda maosh olishni, rivojlanishni ham xohlaydi. Ya'ni xodim rivojlanishni xohlaydi-yu, lekin bu yerda natija yetarli emas bo'lsa, ya'ni korxonada o'sish yo'q bo'lsa, rahbarni temp past bo'lsa, qanaqa o'zbekcha qilib aytganda, rahbarda energiya past, rahbar doim yangiliklar bilan shug'ullanmayapti, rahbar ilm olmayapti, bir xilda ertalab ishga, kech payt uyga holatda bir davom etayotgan bo'lsa, bu korxonada rivojlanishni istaydigan xodimlar ishlashni xohlamaydi. Sababi bir xillik xodimga yoqmaydi. Doim qiyinchilik, doim yangiliklar bo'lsa, ya'ni qiyinchilik deganda yangilikka harakat qilish, keyingi pog'onaga chiqish qiyinchiligi, shunga o'xshagan holatlar bo'lsa, xodimga zavq bag'ishlaydi. O'zi biladimi, bilmaydimi, bilmagan holatda yaxshi xodimlar shunaqa yangiliklar bo'lishni xohlaydi. Bir xillikda ishlashni aksariyat yaxshi xodimlar xohlamaydi. Faqat o'g'ri, muttaham yoki shunga o'xshagan xodimlar bu narsaga normal qarashi mumkin. Mayli, endi o'g'irlab turibmiz-ku, yetarlicha bo'lib turibdi-yu deb o'ylaydi. Lekin tartibli, halol xodimlar doim rivojlanib turishni xohlaydi. Shuning uchun biz tavsiya qilamiz, doim ilm oling. Doim biznesingizni yangilab, yangi ilmlar bilan keyingi pog'onaga olib chiqish payida bo'ling. Doim xodimlarni band qiling. Yangiliklar bilan, izlanishlar bilan band qiling. Shundagina rivojlanish bo'ladi va xodim ketib qolish ehtimollari kamayadi. 8 va oxirgi sabab. Demak,
xodimlarni ishxonadan ketib qolishiga 8 ta sababni 7 tasini gaplashdik. Endi 8-inchisi. O'zgarishlar xodimga yoqmayapti. Sal oldin jamoaviy muhit kasalligida buni ko'rib chiqqan bo'ldik va bunga batafsil to'xtalamiz hozir. O'zgarishlar xodimga yoqmayapti. Bu nima degani? Aytaylik, siz korxonaga yangi platforma joriy qilmoqchisiz, yangi tizim joriy qilmoqchisiz. Xodimlar qarshi chiqishni boshlaydi. Sababi oldin ko'nikib qolgan holatda inson ishlashni xohlaydi. Ya'ni oldin bir xillikka ko'nikib qolgan, endi uni o'zgartirish sal qiyinroq bo'ladi. Shunda xodimlar ikki toifaga bo'linadi. Birinchi toifa xodimlar, ya'ni o'zgarishlarni xohlamayotgan xodimlarning ikki toifasi bo'ladi. Ularning birinchi toifasi, ular nima bo'layotganligini tushunmaydi. Qanaqa foyda beradi u xodimga, qanday foyda beradi? Aytaylik, korxonaga qanaqa foyda beradi? Bu narsalarni tushunmaydi. Bu birinchi toifadagi xodimlar. Ikkinchi toifadagi xodimlar bo'lsa, qanaqadir o'g'irliklari yoki qanaqadir sirlari shu yangi tizim kirgandan keyin ochilib qoladi. Buxgalterlar Adines birinchi chiqqan paytda xuddi shu holatga tushishgan, ya'ni o'g'irlashi mumkin bo'lgan bir teshiklar yopilishini ko'rishganda jon-jahdi bilan qarshi chiqishgan. Sababi buxgalterlarga yo'llar yopilib qolishni boshlagan. Va hozirda bilmayman qanaqa yo'llarni topishgan. Umuman olganda bu ikkinchi toifadagi xodimlar. Endi birinchi toifadagi xodimlarga qaytadigan bo'lsak, ular agar ularga yaxshi tushuntirib bersangiz, siz o'zgartirish qilayotgan yangiliklar nafaqat korxonaga, hattoki xodimni o'ziga ham foyda berishligini tushuntira oladigan bo'lsangiz, ular rozi bo'lishadi va yana ham yaxshi ishlashda davom etishadi. Ya'ni aytaylik, CRM sistemasini sotuv bo'limiga o'rnatmoqchisiz. CRM bu sotuv bo'limini tizimlashtiradigan va sotuvlarni oshirishga sabab bo'ladigan va tartibli ishlashga sabab bo'ladigan bir instrument hisoblanadi. Odatda sotuv bo'limingizdagi xodimlar shartmi endi har bitta mijozni bazaga kiritib o'tirish, osonroq ishlayotgandik o'zi deb aytishadi-da. Shunda siz aytsangiz bo'ladi. Bu falon ishlari bor. Aytaylik, mijozlarni qachon aloqaga chiqishingizni eslatib turadi. Mijozlarga SMS yuborish osonlashadi va hokazo deb turib foydalarini tushuntirib beradigan bo'lsangiz, bu xodim, ha, demak, bu menga ham foydasi bor ekan deydi. Men o'ylaymanki, har bitta qilingan avtomatizatsiyada har bir xodimga osonlashtirish bo'ladi. Ya'ni nafaqat bu yerda rahbarga, balki xodimlar ham ishlari osonlashadi. Bu narsani tushuntirish sizni liderlik qobiliyatingizga bog'liq. Demak, agar o'zgarishlar xodimga yoqmayotgan bo'lsa, ikkita toifadagi xodimlarni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Odatda siz o'zgarishlar qilsangiz, lekin xodimlarga yoqmayotgan bo'lsa, mayli deb o'zgarishlarni qilmaydigan bo'lsangiz, zarar o'zingizga bo'ladi. Mayli, demak, o'sha muammolarda davom eting. Demak, o'sha qiyinchiliklarda davom eting. Aksincha qattiq turadigan bo'lsangiz, o'sha ikkinchi toifadagi xodimlar ketib qolishi mumkin. O'sha sababga, ya'ni sabablarni ko'rib chiqib, o'rniga yaxshi xodimlarni olsangiz agar, albatta keyingilarida muammo bo'lmaydi. Endi savol beraman sizga. O'zgarishlar xodimga yoqmayotgan bo'lsa, ikkita toifadagi xodimni birinchisiga ham tushuntirdingiz, lekin ikkinchi toifadagi xodimga yana yoqmayapti. Umuman har qancha tushuntirsangiz ham yoqmayapti. Endi ayb kimda bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Odatda ayb xodimda bo'ladi deb aytishadi. Lekin bu yerda ham ayb rahbarda. Nima aybi bor rahbarning? O'sha xodimni filtrlamasdan ishga olganligi rahbarning aybi hisoblanadi. Aynan o'sha xodimni ishga olgani rahbarning aybi. Ya'ni unaqa xodimlarni ishga olmaslik kerak edi. Demak, siz bilan xodimlarni ishdan ketib qolishiga 8 ta sabab haqida gaplashdik. O'ylaymanki, bu sabablarni qo'llaysiz va xodim ishdan ketib qolish ehtimollarini kamaytirasiz. Darsimizni davomida nimalar bo'lishi haqida qisman gaplashamiz. Xo'sh. Dars davomida xodimlar bazasini shakllantirish, ya'ni xodimlarni zapasga qo'yib qo'yish, ya'ni ishga olishingiz mumkin bo'lgan xodimlarni zapasi bilan bazada, ya'ni kontaktlarini saqlab qolish. Xodimlarni topish, qayerdan topish kerak, qanaqa bir e'lon berish kerak, bular haqida gaplashamiz. Va xodim topish uchun kanallar, qanaqa kanallarga xodimlarni e'lonlarini berish kerak xodim olish uchun. Xodimlarni saralab olishga qaratilgan bot tashkil qilish, ya'ni telefonda ko'p gaplashishga vaqt ketmasligi uchun avtomatlashtirib qo'yish. Ya'ni odatda telefon qilganingizda, ya'ni telefon nomer qo'yganingizda xodimlar bir nechta telefon qilishadi. Ba'zida bizga faqat ayol kishi kerak deydigan bo'lsangiz, erkaklar ham telefon qilishadi. Yuzlab keraksiz, sizga kerak bo'lmagan
xodimlar telefon qilishadi. Shularni kamaytirish uchun nima qilish kerak desa, HR bot qilib qo'yish kerak bo'ladi Telegramda yoki sayt qilib qo'yishingiz mumkin. Shunda sizga kelib tushgan anketalardan faqat keraklilarigagina telefon qilasiz. Keraksizlarga telefon qilmaysiz. Bu narsani darsimiz davomida o'rganasiz va xodimlar bilan shartnoma qilishda nimalarga e'tibor berish kerak, qanaqa shartlar qo'yish kerak, xodimning qanaqa huquqlari bor u, qanaqa siz shartingizni, huquqingizni himoya qilishingiz kerak. Shu haqida darsimiz davomida gaplashamiz. Hurmatli tadbirkor, shu joygacha yetib kelganingiz uchun sizga malades deyman va rahmat aytaman. Darsimizni albatta oxirigacha yetkazing. Ishlaringizga muvaffaqiyat va faoliyatingizga rivojlanish tilab qolaman. O'rganganlaringizni amalda qo'llang va o'zingiz uchun kerakli insaytlaringizni yozib boring. Salomat bo'ling.